Assalomu alaykum qadrdonlar. 14-may shom vaqti o'qish bozoriga yetib keldik. Hozir bir narx-navolarni ko'ramiz. Qulpinoylarni ko'ramiz mana. Mana qulpinoylar. Qulpinoylar qancha bo'ldi? Dehqon aka, 7 ming qilyapti. 17 qildingizmi? 17 ming bo'ldi. Albatta. 17 so'rashdi. Mana zo'r bo'ldi. Bozorlangiz. 17 ming qilishdi. Hali sekin bozor pishgani yo'q. Ana qulpinoylarimiz sizdanmi aka? Dehqon yo'q ekan mana. Malina qulpinoy. Sizdanmi aka? Egasi yo'q ekan. Naq turgan ketdi shekilli mencha. Naq turgan ketdi. Kiloslarda udora bor ekan mana. Nech pul ekan aka? Ular sotibgan. Nech puldan ketdi? Nech puldan ketdi? Yana olib ketamiz bozorga. 15 ming ekan. 15 ming berishdi. 15 ming berishdi. Zo'r. Gulofdan bu. Nech pul berdilarmi? 12 ming? 12 ming berishdi. Rangi bor ekanda lekin ha? Mazasi ham bor buni yedingizmi? Yegan deyman. Bismillahirrohmanirrohim. Bani shifo. Nima so'rdi o'zi bu? Nimada? Mana bu nima bahor? Bahormi? Samarda. Sizniki valovoymi bu? Yo'q, u ham shu aka, bir xil sortdi. Hech pul so'rashdingmi? 20 qildik aka. 20 ga bermadingiz. Ha. O'zbas keldi, kech qolibsiz-da bozorga. Zo'r, yaxshi. Zo'r bo'pti. Mana. Bu tomonlar mana o bitta bor ekan. Ekan qulpinoy bor ekan. Nech pul aka qulpinoylar? Nech pul berdilar? Nech pul berdilar? 30 ming berib yuborishdi. Zo'r berib. 30 ming berib yuborishdi. Bu tomonlar yuklar tugadi mana. Bozorda yuk qolmadi. Mana işte bittasi bor ekan. Shuni borib ko'ramiz hozir. Nima sotyapti? Qulpinoy. 136 ming. 35 ming jon. Nech pul aka? 35 ming? Juda kami bor-da endi, ha? Rasmiga. Rasmiga kami bor ekan. Dehqon akalar qulpinoylarga yig'ishtiryapti. Otam nech pul oldingiz, sotdingizmi? Nech pul sotdingiz? Sotdim. Nech pul? 25. 25 ming sotdingiz. 12 kilo. Zo'r. 12 yana 13 pul chiqdi bu. Savdogar akalar yuklarni olyapti. To'ldiryapti. Otam ham tugatdi. Bari ketdimi ota? Zo'r. Bozorni bersin ota. Yuklarni kelgani shuvlab ketyapti. Kelyapti, shuvlab ketyapti. Hamma odamlar yuklarni olyapti. Ertaga juma bozorga harakat bo'lyapti. Ko'ryapti, shom mana. Kelgan mashina qalbi odamlar o'rab qolyapti. Besh pul ekan qulpinoylarimiz. So'rayapsizmi siz tizimizni? Ha, so'rayapman. Sog'lik, yaxshi. Qalaysiz? Rahmat. Salom alaykum. Nech pul aka? Egasi yo'qmi? 23 ming o'ynaydilar. Ha, bo'lchat borchi? 23-26. Zo'r ekan. Yaxshi chokib beray uka. Salomat bo'lar, mayli. Shunchaga sotaman. Nech pul deyapsiz aka? Yaxshi. Zo'r. Qanchani ko'rdi aka, xudo xolasa? 20. Yaxshi, 20 ni ko'ribdi. Zo'r. Bozorlar shu mana. Nega stullar bor ekan.
Bozorda yengil ko'rdik mana qadrdonlar. Kech qolibdi. Bugunga shu bozor ekan, narxni qo'ygan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh.